Nima bo'ldi endi aytamiz. Bu qizimiz qanaqa edi? Davolanishga kelib. Tabriklayman. Rahmat. Shunaqa mitti voy. Masalan. Nima edi mana bu kuzatuvchilar uchun sizni nima siz qanaqa keldingiz ishonch bilan deyapsiz. Shu keldimi deyapsiz, ular anaqada. Ba'zi odamlar yo'q menda bo'lmaydi deb keladi. Mana siz o'zingiz ishongansizki bo'ldi. Men shu doktorda bo'laman aniq deb kelganman deyapsiz. Ko'pchilik doktorlar ko'p keldimda. Juda ko'p doktorlar bordim, lekin o'sha qaytib bormaychidim. Hech ko'nglimga solmaychidim, yana qaytib bormaychidim. Zo'rman desam bormaychidim. Sizga bittadan keldim. Qaradim, men juda ishondim. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa. Eng qizig'i lecheniya qilmasimizmi? O'shada siz aytdingiz-da, siz chunki. Nasib bo'lsa, bu safar yangilik bilan kelishingiz mumkin dedingiz. Umri bilan ixlos kuchli deganda. Mahkamidan bersin. Chiroyli mana 8 hafta 5 kunlik Muhinur kichkintoyimiz juda chiroyli, yurichilar urib turibdi. Xudo xolasa tug'ruqiylar o noyabrda. Noyabrgacha hali bor ekan, ungacha roddomimiz Xudo xolasa ishga tushib qolsa. Nasib bo'lsa o'zizga kelaman, Xudo xohlasa. Yurichasi bu yerda ana sanab olamiz. Yaxshi 188 ta bu srok uchun normal.